Bismillahirrahmanirrahim. Nahvu fani ikkinchi dars. Xo'p, ismlardagi raf, nasb, jar belgilari. Demek ismlardagi raf, nasb, jar belgilari. Qattan uni raf ekanligini, qattan nasb, qattan jar ekanligini bilib olamiz. O'sha belgisi bo'ladi-da. O'sha belgisidan biz bilib olamiz ismni rafligini yo nasbligini yo jarligini. O'sha belgilari qanaqa bo'ladi, shularni o'rganamiz endi. Bu narsalarni belgilarini bilib olishlik uchun 6 ta qismga ajratib olamiz. Mufrat, munsarif. Munsarif nimaligini aytaman. Tasniyat, bilasizlar, ikkilik degani tasniya. Qisqartmasi mana bunaqa t bo'ladi. Mufrat munsarifda qisqartmasi mm bo'ladi. Muzakkar sog'lom jam, uni qisqartmasi mzsj bo'ladi. Muzakkar sog'lom jam. Muannas sog'lom jam. Bilasizlar, sog'lom jam bilan singan jamni bilasizlar. Masalan, kitabun, kutubun bo'ladigan bo'lsa, bu singan jam bo'ladi. Chunki nimasi mufratda nimalari o'zgarib ketyapti. Lekin mufrat boyagidek turib, oxiriga faqat qo'shimcha qo'shiladigan bo'lsa, masalan, muslimun, muslimuna bo'ladigan bo'lsa, yo katibun, katibuna bo'ladigan bo'lsa, bu sog'lom bo'ladi. Lekin o'sha mufratdagi harakatlar ham, sukunlar ham o'zgarib ketib qoladigan bo'lsa, unda u singan jam bo'ladi. Shu sog'lom jam degani. Muzakkar vov nunga jam bo'ladi, muannaschi alf toga jam bo'ladi. Muzakkar muslimuna bo'lsa, muannasi muslimatun bo'ladi-da. Xo'p, 5-inchisi g'ayrimunsarif. G'ayrimunsarif xususida bir qator o'tamiz endi. Bu g'm bilan belgilanadi. Va 6 ta kalima degan gap bor, asmoi sitta deb qo'yadi. Ular mana ular: abun, axun, hamun, famun, hanun, zu degan kalimalar. Bulardaki alohida bo'ladi endi bularning belgilari. Shu 6 ta turli kalimalarda belgilari har xil bo'ladi, bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun kalimalarni shu 6 turga ajratib olamiz. Bu yerdachi biz asosan bilib olishimiz kerak bo'lgani g'ayrimunsarif. G'ayrimunsarifni biz yaxshi bilmaymiz. Munsarif o'z-o'zidan bilinadi, g'ayrimunsarif nimaligini bilganimizdan keyin. G'ayrimunsarif degani bu sarfga tushmaydi degani. Bu demek tanvin bilan kasrani qabul qilmaydigan so'zlarni g'ayrimunsarif deyiladi. Bularga tanvin kirmaydi va kasra kirmaydi. Endi munsarif degani shu tanvinni ham kasrani ham qabul qilaverganda munsarif bo'ladi-da o'z-o'zidan. Bularni endi men faqat mabdan nahvudan olib qo'ya qoldim, osonroq, yengilroq bo'lganligi uchun. Faqat kiril harfda ekan, rozi bo'lasizlar. Bular o'sha af'alu vaznidagi alamlar, ya'ni nomlar bo'lishi mumkin, sifatlar bo'lishi mumkin. Keyin mana bu faolilu vaznidagi jamlar bo'ladi. Va mardo ulamo u kabi shu oxiri alfi maqsura, alfi mamduda. Alfi mamduda degani cho'zilgan alif degani. Ulamo u bo'lib cho'zasizlar u tajvid fani bo'yicha. Shuning uchun uni mamduda, cho'zilgan deyiladi. Mardo degani endi maqsura, qisqagina qilib aytiladi. Shuning uchun buni shunaqa deyiladi. Mana shunaqa jamlar yo sahro, sug'ro degandek bunday alfi maqsura, alfi mamduda bo'lgan ismlar, sahro, sug'ro. Fatima, Zaynab degandagi muannasi ma'naviylar, ya'ni haqiqatda muannasda, faqat lafziy emas. Lafzida ko'rinib turmaydi. Usmonu, Imronu kabi alif bilan nun zoida bo'lgan sifati mushabbahalar yoki nomlar, Imron odam matiku. Alam degani nom degani, bir narsani nomini aytadi. Yoki Ismoilu, Ibrohimu kabi ajamiy tildan naql qilingan alamlar, bu ham nomlar. Bu Ismoil, Ibrohim bu arab tili emasdi o'zi, tashqaridan kelib kelgan. Yazid, Shammara degani, Yazidu, Shammara qaranglar, fe'lga o'xshaydi. Yazidu, Shammara fe'lga o'xshaydi. Shu fe'ldan o'zi asli Yazid odam matida.
lekin fe'lga o'xshaydi-da. Shuning uchun o'sha fe'ldan naql qilingan alamlar, nomlar Hazramavtu Ba'labakkaga o'xshagan, Bakkuga o'xshagan. Bu ham ikkita so'zdan tarkib topgan, lekin bitta so'z bo'lib ketib qolgan. Shunaqa so'zlar, nomlar bular ham endi nomlar. Uxaru fa'alu vaznidagi alamlar mana Umar degandek va jam siyg'alari. Va ahad, mavhad kabi takror uchun ishlatiladigan sonlar mana ikkita, bitta bo'lib keldi deganda. O'zbekiston, Toshkent, Bag'dod, Misr kabi shaharda nomlari yo mamlakatda nomlari. Xullas, mana shular nima bo'ladi? G'ayrimunsarif bo'ladi. Shu 12 turini mabda nahvda bergan ekan, o'shlarni o'zini olib kelib qo'ya qoldim. Endi g'ayrimunsariflarda oldiga alif lom qo'shilsa yoki ular muzof ilayh bo'lib kelsa, unda bemalol kasrani qabul qilaveradi. Xuddi munsarifga o'xshab kasrani qabul qilaveradi. Xo'p, mana endi mana shu 6 tani bilib oldik, munsarifni bilib oldik. Shu 6 ta tur kalima bo'yicha raf, nasb, jardi, rafni, nasbni, jardi belgilarini ko'rsatib chiqamiz endi, ko'rib chiqamiz. Birinchisi nima edi? Mufrat munsarif edi, to'g'rimi? Ikkinchisi tasniya edi, t bilan belgiladik. Uchinchisi jami muzakkari solim edi, to'g'rimi? Ya'ni muzakkar sog'lom jamida. To'rtinchisi muannas sog'lom jamida, jam muannas solim deb qo'yiladi arabchasida. Va keyingisi g'ayrimunsarif edi va nihoyat oxirgisi 6 ta kalima edi. Abun, hamun, hanun deb o'tuvdik. Mana endi bitta-bittadan ko'rib chiqamiz shuni. Mufrat munsarifda raf holati bemalol zaydun bo'ladi. Nima bilan bo'ladi? Zamma bilan. Nasb holati zaydan bo'ladi. Jar holati zaydin bo'ladi. Ja'a zaydun, ra'aytu zaydan, marartu bi zaydin deb aytorasiz. Tasniyani raf holati muslimani bo'ladi. Shu yerdagi mimdan keyin alif bor, u muslimani. Mana shu alif uni tasniya ekanligini, raf holatida ekanligini bildiradi. Nasb holatichi muslimayni bo'ladi. Ya'ni fathadan keyin kelgan sukunli yo bo'ladi. Mana fathadan keyin sukunli yo kelyapti. Mana shu uni nasb holati bo'ladi. Jar holati ham bir xil, muslimayni bo'ladi. Nasb holati bilan jar holati tasniyada demak bir xil bo'ladi. Muzakkar sog'lom jam muzakkari solimdachi muslimuna bo'lib, mana bu vov o'sha rafta alomatini bildiradi. Rafligini bildiradi. Nasb bilan jardachi muslimina bo'ladi. Bu endi kasradan keyin kelgan yo bo'ladi. Muslimina. Tushunarli bo'ldimi? Nasb holati ham muslimina, jar holati ham muslimina bo'ladi. Muannas sog'lom jam muannas solimda raf holati muslimatun bo'laveradi. Xuddi o'sha zamma bilan raf bo'laveradi. Xuddi mufrat munsarifga o'xshab. Lekin nasb bilan jar holati ikkalasi ham muslimatin bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Buni nasb holati ham muslimatin bo'ladi. Kasra bilan nasb bo'ladi. Jar holati ham o'z-o'zidan muslimatin bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Mana qaranglar, yana bittasini ham aytaylik. G'ayrimunsarifda raf holati ahmadu bo'laveradi. Bunga faqat tanvin kirmaydi, chunki g'ayrimunsarif. Nasb holati ham ahmada bo'ladi, jar holati ham ahmada bo'ladi. Demak, jaa ahmadu, ra'aytu ahmada, marartu bi ahmada deyiladi. Ya'ni nasb holati ham jar holati ham bir xil. Qaranglar, shu yerda tasniya ham, jam muzakkari solim ham, jam muannas solim ham, g'ayrimunsarif ham hammasini nasb bilan jar holati bir xil bo'lyapti. Mana tasniyada ikkalasi ham muslimayni, jam muannas solimda ikkalasi ham muslimina, jam muannas solimda ikkalasi ham muslimatin, g'ayrimunsarifda ikkalasi ham ahmada bo'lyapti. E'tibor qilinglar. Endi 6 ta kalima bor edi-ku. O'sha 6 ta kalima o'sha izofa bo'lgan paytda
ularga raf holati vov bilan bo'ladi. Mana abukadagi vovga o'xshab. Nasb holatichi fatha bilan bo'ladi. Abaka bo'ladi. Jar holatichi yo bilan bo'ladi. Abika bo'ladi. Ya'ni jaa abuka, ra'aytu abaka, marartu bi abika bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu belgilarni bilib olishimiz kerak. Mana Zaydun raf bo'lyapti. Nima bilan raf bo'lyapti? Zamma bilan raf bo'lyapti. Muslimani raf bo'lyapti. Nima bilan raf bo'lyapti? Mana bu mimdan keyingi alif bilan raf bo'lyapti. Muslimuna raf bo'lyapti. Nima bilan? Belgisi nima? Uni belgisi o'sha muslimunadagi vov. Tushunarli bo'ldimi? Abukada ham shu vov uni raf bo'layotganligi. Qolganlari ham shunga o'xshash. Xo'p, shu bilan ikkinchi darsimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar.